sahifalar tarqatiladi, birodarlar. Qiyomatda bo'ladigan ko'rinishlar juda ko'p, lekin biz qisqa qilib aytyapmiz. So'ngra sahifalar tarqatiladi. Odamlar to'planib turishar ekan, uzoqdan osmonda xuddi bir qora bulut singari narsa paydo bo'ladi. Yaqinlashib mahsharga kelgan sari ularni osmonda aylanib uchayotgan kitoblar ekanligini ko'rishadi mahsharda turganlar. Va bu kunda kitoblar qo'llarga beriladi. Mo'minlar, namozxonlar, musulmonlar, taqvodorlarning kitoblari o'ng qo'lidan oldidan olishadi. Endi mujrim, kofir, fosiq, munofiqlar orqa tomondan chap qo'li bilan olishadi. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Bas endi o'z kitobi, nomai amoli o'ng qo'lidan berilgan kishiga kelsak, bas u aytadi: "Mana, meni kitobimni o'qinglar. Dar haqiqat men hisob kitobimga ro'baro bo'lishimni bilar edim." O'ng qo'lidan olgandan keyin aniq qayerga borishi, xursandchiligini ochib ko'rsatadi, mana ko'ringlar, ko'ring. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Lekin xursandchiligi shundayki, Alloh taolo uning sahifalarini pokiza qilib bergan, gunohlarni o'chirgan. Endi buni muqobilida ikkinchi odam. Va amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya. Endi o'z kitobi chap qo'lidan berilgan kimsaga kelsak, bas u der: qaniydi menga kitobim berilmasa, qaniydi qo'limga olmasam edi va men hisob kitobim nima ekanligini bilmasam edi. Ana shu kofir qo'lini orqaga qo'yib oladi. Kitobim qo'limga tegmasin, u chop qo'limga tegmasin deb. O'ng qo'lini tayyorlab turadi, lekin orqa tomondan aylanib kelib kitobi chop qo'liga kirib qoladi. Alloh saqlasin, birodarlar. Nomai amalini o'ng qo'lda olgan bilan nomai amalini chop qo'lda olgan barobar bo'ladimi? Birini quvonchi ishiga sig'maydi, ikkinchisini qayg'usini chekiyor. Bugun birodarlar, hashr fasl kuni, tag'obun kuni, hisob kuni, qiyomat kuni. Bu kunda mo'min bilan kofirning holati hargiz bir xil bo'lmaydi. Bu kunda mo'min bilan kofirning turadigan joyi bu ham bir xil bo'ladimi? Mo'minlar soya salqinda turadi. Yo Rahmonning arshining soyasida turadi, yoki o'zini qilgan solih amallarining soyasida turadi. 50 ming yil, birodar. Qiyomatning bir kuni 50 milga teng bo'ladi. Endi quyosh 1 mil balandlikka olib tushib qo'yilgan bo'ladi. Badanidan ter chiqadi. Kim to'pig'igacha teriga botib turadi. Kim tizzasigacha, kim beligacha, kim bo'g'zigacha, kim botib turadi terisiga. 50 ming yil. Ammo bilasizlarmi? Mo'minlarga bu 50 ming yil qancha vaqt bo'lib tuyuladi? Peshin bilan asr o'rtasidagi vaqtchalik. Demak, u kunda mo'min bilan kofirning holati hargiz bir xil bo'lmaydi.